Köpçülük biladi. Bizlerimiz Qazaristda Taxtakona bugun hurmatli obunachilar görüp turgan ustalarimiz bilan geldik. Allah razı olsun. Hurmatli obunachilar, bugun qo'limizdan kelganicha sizlere Nodir akamdan nasib bo'lsa qo'ldan kelgancha senalarni ozin ko'pin so'rab bilish harakat etamiz. Adresimiz hurmatli obunachilar Xorazm viloyati Qazarist tumani. Evvelki Neftibaz 96 avtobaza. 96 avtobazi yonida toza açıldı bir hurmatli obunachilar. Açılış marosimidan taklif qilinganda vaqtimiz yetmay kelolmadik. Bugun bir yo'limiz tushdi. Nodir akam bilan ko'rishib, xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli tarzda qo'ldan kelgancha senalarini o'rgatib, tushuntirib aytib borishga harakat etamiz. Nodir aka, sog'liqlaringiz yaxshimi? Oydinmizni so'rasharing obunachilar bilan. Obunachilar xudo xolasa sizlarga yana ajoyib skidkada rekalar baholarni qo'yib beraman. Bu pechatlining eksport reka o'zi 350-360 sotib o'tirdim. Iminni podpiskani bas kelsangizlar bo'ldi 330 ming so'mdan qo'yib beraman. 330 dan. Sizlar obunachilar. Tez ketdi. Necha paskasi necha dastlabkasi bo'ladi bunda shundan buni? Buları 15 paskasalar shovrama qilib beramiz. Qazarist teritoriyasi. Havo. Shipri rekalarina 370-380 sotib turadi. 350 qo'yib beraman. 350 variantlarni. 350. 7'lik rekalar 400 ming so'm, 390 ming so'm qo'yib turibdilar hozircha. 370 dan qo'yib beraman. 370 dan. Gelaradilar. Necha mana shundan bir razmeri? 2'ye 7. 2'ye 7. Endi ko'pchilik insonlar baribir shu yerga boribsan, ibi taxtalarini ham tushuntiribsan, listlar ham bir qator bir variant toza yo'la qo'yibsiz-ku bu narsalar, to'g'rimi? O'zingizda chiqtaqingdan emas. Bir yere ko'chishimizdan maqsad yilda bir yere ko'chib turibmiz-ku o'zi. Hamma narsa bir yerdan bitish. Hozir bizlarda sementdan tutib, almaturasi, shiprinading bitadi hamma narsa. O'sha общий joying material bitadi. Hisob, ey. Yang'asi gipsakardon. Shunda qachon tarafdan ketamiz? Bu yerdan ketamizmi? Bir qator aytib, hozir shuda bir narsani aytib o'tdingiz. Obunachilarimizga shuni ham aytib o'ting. Uka gündan guna vech qimmatlab turibdi. Biz hozir senani qo'ysak, ertaga qimmatlasa dedingiz. Ularni ham tushuntirib aytib o'ting. Endi bizlar bog'liq emas, narx mashin qimmatlab turibdi. Sarayga ana shularni ham aytib qo'ysangiz, ibi sen biza videoda munin deveding-ku, beraganiki qimmatladi demasizlar-da ham maqsadda-da. Ana rekalar bahosini o'zgartirmaydi. Ana bir reka o'zgarmaydi hozircha. Bularni nechilik? Bulayna o'ralik yog'ochlar, xudo xolasa. Havo. 10 santilik, 4 metrlik. Havo. O'zi 115 sotib turadi. Siz obunachilaringizga 100 ming so'mdan qo'yib beraman. Hisob. Bemalol keladi. Bularimiz neda? Bu 5 metrlik. Havo. 5 metrlik 12lik. 200 ming so'm edi. 185 at qo'yib beraman. Hisob. Baholarni surishtirib yurib kelasizlar. Endi bizlarda 90% klient sifat uchun keladi. Albatta. Sifat birinchi o'rinda. Yog'ochlari sifatini qarang. Eksport variant. Eksport variant. 6 metrlik haqi ber. Gipsakardon mahsulotlarni, shunday reka, mix, shurp olib turibdilar. Gipsakardon qinaf masalan. Qinaf 51 ming so'm zavodda bahosidan. Forveri 41 ming so'mdan. Mixi 10 ming so'mdan. Samariz 25 ming so'mdan qo'yib. Hisob. Bular baholarimiz o'zgarmaydi axir. Hech o'zgarmaydi. O'zini puli. Allah razı olsun. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdan agar seni obunachilaring kelsalar 10% albatta skidkasi bor dedingiz. Skidka bor, bedozi masalan 100 xildan ortiq material bor. Lekin shuni hammasini foyda bilan sotamiz. Xalq o'ylagan holda bir joydan ishi bitgani biza ham uchun bir sementidan tutib to shunda shipring ujunacha bor. Hisob. Yine hurmatli obunachilar, optovoy alamon desangizlar, gipsakardonlaringiz ham 5'e 5'lik reka degani ish emasmi shu? Bu ne bu? 3'e 4'lik MDF içine işletediler bu rekaları. Bu Rusya'nın özünden geldi, Framon. Çesimden bu. Pazarası özünde hiç kimde yok. 320 ming so'mdan bak tutmuş. Bir paskasini. MDF eshiklar içine. Hava. Buni Ahmet Faiz ishchilar biladi o'zi. O'zlari ish berishlikini. Buni suvoqqa ishlatib turibdilar. Gipsakardona 2 rekani vazifasini bajaradi. Mushlarni stikini 2 reka urib ustalar. Bemalol shu mushini birsini ishlatadilar. Beyanından ham shurp-urp bo'ladi. Hisob. Gipsakardonlar neden oldu usta? Gipsakardonlari yine büyük variantı var. 65 ming so'm. Patologni variantı var. Akı uları 51 ming so'm qo'yib beramiz. 51 mingdan. Hisob. Endi hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizdan beda yog'ochingizdan tutib, rekasi, joyingizda ishlatadigan materialingiz, sementi, listlari, zaboringizda ishlatadigan listlari, hurmatli obunachilar, panellar har xil, suvakar vejlari hamma narsalar tayyorlatibdi bular o'sha. Allah razı olsun. Yana qiziqli yeri bizlarda OSB, FSB paneller. Görgelaringizda. Ina bular yana aparatyani ishlatadigan upakovkasi bilan Hisob.
İsap. Apalap gel. Bu ne oraya tam yola koyuldu mu? İsap, obunachilarimizga bir ko'rsataylik ibi. Dim chiroyli narsa ekan bu usta bu. Men bir de görmedim onu bu etrafta. Bu variantınız birinchi so'mdan bu panir. Bu panelimizni qalingina qarab ketadi. Shu 130 ming so'mlik varianti 06lik. 06lik. Poyez bu paneli bu. İsap, yine böceğize koyal kaldım lekin. Buna 2 xilda boyna. İsap, götürün kay. Boyna Belarusyaniki 450 ming so'm İsap. bo'ladi. Rossiyaniki 500 so'm. He, bir donası. Ava. 450 ming 500 so'm. 2 qilan shunda baho. Suv yalgandan ham o'tmaydi bundan. Demirdan quvvatli bu hozircha. Demir zanglab turibdi apalatkada, bunga hech İsap. narsa bo'lmaydi. Koyal Bu kaldım. forwheel yuksak karbonimiz buni. Bu necha so'mdan shu 41 ming so'm. 41 mingdan. Bu sifatidan zo'r, sinovdan o'tdi. Buni qiziqli joyi ham arzon ham sifatli. İsap. Yine bu kara peniringizde koyal lekin haqiqiy Rossiyadan dim zo'r variant. Bu ne bu aparatlar ham satilama bular? Bular toza geldi. Bu ne aparat? Bular tunikafon ishlari uchun. Hozir yangilik olib turibdi-ku. Hava. Palma, Pason, o'sha high-tech variantlarda shularning stanoklar ham toza geldi. Bular ham satiladi. Bemalol yo'q, bularda tunikafon xizmatlarini ishlab Ha, beramiz. o'zingiz ishlab berasizlar. Bizlarda yana yangiligi suvakar charchavlari zo'q 4 metrliklari bor. İsap. Bu variantlar ham chiqilman shunda. Bir kampilikini 150 ming so'm qo'yib beramiz. Bir joy kinamang. Bir kampliki, bir dona. He, bir dona mesela suvaka davani, qayerligani. Siz obunachilaringizga 140 qo'yib beraman. İsap. Ma qarang, shu o'rindan bir hisob kitob ham aytib beramiz. Assalomu alaykum. Nechisiz? YouTube olamsiz sizni? Sog'liqlaringiz yaxshimi? So'rashib bering. Oydinmisiz? Mahmudjon ham axir Falam Muhammad onidaqmi? Allah razı olsun. Sana getir, malades. Şu hurmatli obunachilar, shunda yerine geldik. Narxlarda hamma narsangiz bir joydan bitish xohlasangiz kelarsiz. Hali shuda ozgina joy aylantirib bering, Gördüm. Ezbiz torvala, ezbiz shipirlar, hamma narsasi bor ekan, hurmatli obunachilar. O'zlarimiz Qazaristda ko'na strapilalar, 96 Voy. Bular hozir bugungi narxi necha so'mdan bo'ldi? Shunlar 60 ming so'm, 4 metrlik, ucha 11 santilik strapilar. Hisob. 100% nollikka narsa paskali. Hisob. Yana hurmatli obunachilar, list chiqartiraman deysizlarmi? Xohlagan svetlaringizda listlari, stanoklari nechki razmerda desangizlar, shu razmerda Xudo xolasa shu yerda chiqarib beradilar. Mana bu chiroyli ranglar ayting, Yo'q. sharoitlar odamlar. Yo'q, mebel. Ayvon chaqarasiz, plastik fasonda ishlab bersak. Pa. Chiroyli buni rangini qarang. Yomon Hali ketdi. chang bosib turibdi buni rangini. Nedan bo'ldi bu endi shunda? Shuni Xudo xolasa kvadratini 60 ming so'mdan ishlab beramiz. 60 ming so'mdan. Taxlab dim chiroyladi. Tunikafon atib, ha? Shipir bo'ladigan bo'lsa chazim bo'ladi. Emas, bu tunikafon yomon solar uchun yaxshi. Ha. To'g'ri kelmaydi. Shipir qaqilmaydi. Shipirlik materiallari qaysisi? Arzon. Endi qarang, ko'plab beri bir shipir qaqtirjaqlar bor. Inshida endi bir ikki og'iz suhbatlashamiz. Shipirdan chiroylatib, narxlarni aytib bersak, inon chistin to'rtlik dim qalang bu. Havo. Master class degan xilasi. Buni hozir 50 ming so'mdan hozirgi bahosida 50 ming so'mdan. to'rtliki. Eng arzonini ayting. Eng arzoni 27 ming so'm. 27 ming so'm. Razmeri nechalik? 27 ming so'mdan 1.8 chiqadi. 1.8. 27 mingdan 60 ming so'mdan lis bor. Eng qalini 4.5 bor bizlarda. Uchlik lisensiya necha so'mdan? 40 ming so'm. 40 ming so'm hisob. Nima ajoyib. Shunda 27 ming so'mdan 60 minggacha sizlarda lis bor. Lis bor, satamidingina go'sht tursiz, har xil rangi ham bor. Endi shuni ichida buklab 40 bersangiz ham shuni ichida bo'ladi. Hisob. Dastlabki aytib beramiz, bo'lgan tushirib olasizlar. Hisob. Hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizdek Almaturdan tutib, yog'aching ham xili, hurmatli obunachilar, shipiring ham 2-3 xili. Novi kerak bo'lsa, inshidan bitadi hammasidan. Kelaverasizlar o'zlarimizni Qazaristda Taxtakonda bir dona laykini bosib, Xudo xolasa bizlarga obuna bo'lib, Xorazm kanali nomidan kelsangizlar, albatta sizlarga 10% nasib bo'lsa, Nodir akam chegirmasini qilib beradi. Telefon nomerlarini aytib qoldiramiz. 93 dan 751 55 55 97 dan 527 0010. Xudo xolasa, bolaka qiziqadiganlar bo'lsa, Taxtag'ada shipira muhtojchiligi bo'lmasa, podpiskani bosib qo'yganingizda kursini beramiz, Xudo xolasa. Hisob. Obunachilar. Ana, sog' bo'ling.